oy ichida ko'k qatlamalarimiz 1,5 million prosmotrdan ham ko'p prosmotr olibdi. O'zi ham qatlamalarimizga shunaqangi zaproslar ko'payib ketib, umuman yetkazib bera olmay qoldik. Mana shunaqa maxsus apparatda xamirni cho'tki qilib yetiltirib, har bitta qavatiga sariyog' surib, ko'k piyozlar bilan shikarni qilib tayyorlab beramiz. Bugunga kim zakaz qilgan bo'lsa, hozir mana уже boshladi tayyorlashni. Zakazinglarni уже 5-6 ga tayyor qilib hammanikini chiqarib yuboramiz. Yana navbatdagi partiya piyozli qatlamalarimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa 10 qavat bo'ladi. Qaranglar, cho'pkiligini har bitta qavatiga sariyog' surilib, ko'k piyoz sepiladi. Mashalloh zo'r chiqdi. Hozir bular har bittasini o'lchab upakovka qilamiz. Pochkasi 28 ming, ichida 4 ta bo'ladi. Qatlamalarimiz har bittasini grammlarini o'lchab, keyin bu yana yoyiladi. Pochkada 4 ta bo'ladi, narxi 28 ming so'm. Hozir dumaloq qilib yoyganimizdan keyin siz skоворodkangiz kattaroq bo'lsa, o'z skоворodkangizga moslab, qalin yupqaligini ko'rib yana yoyib olsangiz bo'ladi. Bizdan sotganingizdan keyin 10 daqiqa xona haroratida tursa, shundoq o'zidan eriydi, mazza qilib pishirib olib, qaynoqqina ovqatlar bilan mazza qilib